Shunchaki o'tirib, maqsadlar ro'yxatini tuzish juda oson tuyuladi, lekin hammaning ham qo'lidan kelavermaydi. Hayot juda qattiq zarbalar beradi, qayta knockdownga tushiradi. Asosiy savol sen bunga qanday javob qaytarishingda. James Buster Douglas degan boksyor bo'lgan. Bir kuni Taysonga qarshi ringga chiqib knockdownga tushadi. Mike bilan knockdowndan keyin jangni davom ettirgan birorta ham boksyor bo'lmagan. Referi deyarli 10 gacha sanab bo'lgan edi. 4 3 2 1 deng uni bong qutqarib qoladi. Hamma yigitcha yengildi. Hozir Mike o'z kvaldasi bilan uradi, shu bilan tamom deb o'ylaydi. Xuddi shunday ruhda Tyson ringga tushadi. U meni kanatimda, men uni yiqitaman. Bilaman, hozir ko'pchiligingiz shunday holatdasiz. Hayot bizni kanatga taqaydi. Shunday paytda bo'sh kelmang, tan bermang. Agar bu oson bo'lganda hamma shunday qilar edi. Agar hayot seni ag'darsa, xuddi Buster Douglasdek yo'l tutishingni xohlardim. Buster urushni boshladi. Zarbalarga javob qaytarishni boshladi va butun dunyo ko'zlariga ishonmayotgan edi. Mike knockdownda nima bo'lyapti o'zi? Odamlar Busterdan so'rashdi, nima bo'ldi? Hammasi juda oddiy. Onam hammaga bolam Taysonni yengadi der edi. Jangdan 2 kun oldin onam vafot etdi. Men onam bilan birga o'lishim yoki uning uchun yashashga qaror qilishim kerak edi va u Mike Taysonni knockdownga tushirdi. Chunki uning qarori zarbalardan qattiqroq edi. Uning qarori mag'lubiyatdan kuchli edi. Uning qarori barcha ichki og'riqlardan ustun edi. Chunki uning qarori g'alaba edi. Shuning uchun gapimni eshit. Agar sen qanday javob zarbalarini qaytarishni bilmasang, agar butun dunyoga yo'q deya olmasang, ishon, Xudoning bergan kuni hayot seni knockdownga tushiraveradi.